Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. Mana bugun Puza geometri kitobining 22-dars 8-test 1-misolni ko'ramiz. Xo'p, parametrli ko'rinishli tenglamalarni analitik tekstlikda qanday ko'rishadi? Faqat x va y orqali ifodalanadi. Buning uchun tenglarni yo'qotish uchun ikkalasining ham tengni belgilaymiz. X plus 1 teng t plus 1 bo'lsa, teng topsam t teng x minus 1. Keyingisi ikkinchi funksiya y teng x teng minus 4 bo'lsa, t teng y plus 4 taqsim 2. Endi tenglavoramiz ikkalasini. T'lar teng x minus 1 teng y plus 4 taqsim 2. 2x minus 2 teng y plus 4 y minus 2x minus 6 teng 0. Demak, D javob. Ikkinchi misolga o'tamiz. Xo'p, nuqtalarning geometrik joylashishi, demak, Descartes koordinatlar sistemasida x va y da qanday joylashadi? Demak, birinchi nuqtamiz x, ikkinchi nuqtamiz y. Endi x va y topamiz. Xo'p, x teng 2a minus 1. Demak, y teng. Xo'p, avval shundan a topib olaylik. A teng x plus 1 taqsim 2. Keyingisi y teng 3a plus 2. A topadigan bo'lsam y minus 2 bo'ladi taqsim 3. Endi ikkalasini tenglaymiz. X plus 1 taqsim 2 teng y minus 2 taqsim 3. 3x plus 3 teng proporsiya qilsam 2y minus 4. Hop, bundan bir tomonga o'tkazsam 3x minus 2y minus plus 7 teng 0. Hop, bu tomonga o'tkazdim. Shunda C javob chiqdi. Keyingisi, hop, shu yerda bizga A dan B gacha, demak, AC plus BC'ni so'rayapti. Hop, agar koordinatasini chiqaradigan bo'lsam, koordinatasini chizadigan bo'lsam, A 1 2 1 da 2. Mana shu nuqta. Ikkinchisi B 6 da minus 3. Demak, 2 minus 1 minus 2 minus 3. Hop, mana shunday holatda. Endi keyingisi shunday holatda o'tyapti. Endi aytyaptiki C nuqta x'ni olakan. Demak, mana shu nuqta C. Hop, bizga demak berilgan C nuqtadan minimum bo'lgan qiymatini toping. Hop, shu yerda C nuqta o'zidan berildi. Eng minimum bo'lish uchun C nuqta shu to'g'ri chiziq o'zida bo'lish kerak. Demak, x 0. Shunday holatda bo'lishi kerak. Xo'p, endi x va 0 ni topamiz. Hop, to'g'ri chiziq tenglamasdan foydalanamiz. Avval x minus 1, ya'ni buni ayirib taqsim 6 dan 1 ayirib. 6 minus 1 teng y minus 2 taqsim minus 3 minus 2. Hop, 5 5 ile qisqarsa minus 8 plus 1. Mana minus 1 bo'ladi teng y minus 2. Y teng minus 8 plus 3. Endi bizga C ni koordinatasi y 0. Bundan 0 teng minus 2 plus 3 qilsam x teng 3 chiqar ekan. Demak, B javob ekan. Keyingisi, hop, yana hozirgida bir xil o'sha C ni koordinatasi. Demak, ikkalasini to'g'ri chiziq ichida yotish kerak. Shunga qo'ysam bo'ladi. X minus minus 3 taqsim 12 minus minus 3. To'g'ri chiziq tenglamasiga qo'yapman. 2 nuqtadan o'tuvchi. Hop, y minus 18 taqsim 3 minus 18. Hop, x plus 3 taqsim 15 teng y minus 18 taqsim
minus 15. Hop qisqartirsak minus x minus 3 teng y minus 18. Demak y teng 15 minus x ekan. Hop bundan biz y ga 0 x topadigan bo'lsak x teng 15 c javob. Keyingisi hop demak mana bu misol aytilgan. Hop bu yerda xato ketilgan. Masala sharti umuman xato. Bu misol xato sifatida olaylik. Hop keyingi misol 6-si. Hop birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana shu to'g'ri chizig'i kichkina ekan. Demak x hop chap tomonni olish uchun x teng 1 minus 1 taqsim 2 bo'lsa, chap tomon bo'lish uchun kichik yoki teng bo'ladi. Endi x kichik yoki teng bo'lish uchun javoblardan chiqarib tashlaymiz. Demak bitta javob bor ekan, Y javob. Endi ikkinchi to'g'ri chiziqni topamiz. Hop. Avval kesish nuqtalarini topsam. Hop, bunisi minus 3. Demak x taqsim minus 3 plus y taqsim 3. D1 to'g'ri chiziq uchun qo'yapman. Teng 1. 3 ga ko'paytirsam y minus x teng 3 deb turaman. Y minus x y teng hop x plus 3. Hop to'g'ri qildim. Endi hop bu funksiyadan pastki qismini olishim uchun, ya'ni mana shundan pastini olishim uchun demak bu kichik bo'lish kerak. Demak y minus x minus 3 kichik yoki teng 0. Pastki qismini olyapman. Mana shu soha yechimi. Mana ikkinchisini ham oldim. Endi eng oxirgisi katta bo'lish uchun o'z-o'zidan mana bu to'g'ri chiziq tenglamasini yozsanglar x taqsim minus 2 plus y taqsim minus 2 teng 1. 2 ga ko'paytirib hisoblasa x plus y plus 2 bo'ladi. U tomonga. Endi bundan katta qismini olish uchun, mana tepa qismini olishimiz uchun katta yoki teng qilamiz. Demak Y javob bo'ldi. Keyingisi hop analitik geometriya tekisida hop x plus 2 ekan. Demak y katta yoki teng x plus 2 bo'lsa, y minus x katta yoki teng 2 bo'lib turadi. Hop shuni 2 ga bo'larsam y taqsim 2 minus plus x taqsim minus 2 teng 1 bo'lib turadi. Endi kattasini keyin topaman. Hop 2 minus 2 da o'tadigan chizmani grafikini chega chizib turaman. Hop 2 minus 2. Demak 2 minus 2. Hop mana to'g'ri chiziq. Endi bu katta yoki teng edi. Katta yoki teng bo'lsa, bu tomonlari bo'ladi. Hop keyingisi. Endi ikkinchisi y kichik yoki teng 4 minus x. Hop y minus plus x kichik yoki teng 4 bo'lsa, 4 ga bo'larsam y taqsim 4 plus x taqsim 4 kichik yoki teng 1. Endi 4 nuqtani belgilansa, to'g'ri chiziq o'tkazaman. Hop mana endi kichik yoki teng bo'lsa, hop bu yerda bunda o'tgan. Endi pastda bo'ladi. Kichik yoki teng bo'lsa. Hop endi bizga x katta 0 bo'lsa, mana x katta 0, uchinchisi qorada qiladigan bo'lsa, mana shu yerda bo'ladi. Endi hammasini birlashtiradigan joyda demak bu pastki bunisi mana shu soha bo'lyapti. Demak bu javob A javobda bo'lyapti. Keyingi misolga o'tamiz. Hop. Funksiya grafikini chizaman.
y kichik 0. Y kichik 0 bo'lsa, pastki sohasi mana. Hop, x katta -4. -4 olaman. -4 dan katta bo'lsa, bu soha. Hop, shu pastimi, tepasimi farqi yo'q. Hop, 3y -6. Demak, yozaman. 3y -6 3x. 3x y plus 6 kichik yo'q teng. Hop, aql tuzilsa y -3x katta yo'q teng 6 dan. 6 ga bo'lib olaman. Shunda y taqsim 6 minus x taqsim plus x taqsim -2. Katta yo'q teng 1. Hop, x taqsim -2 -2 ni oldim. 6 ni oldim. Endi birlashtiraman. Hop, shunda katta bo'lsa, mana bu qism. Endi bizga hop qanoatlanadigan soha yuzini so'rayapti ekan. Katta bo'lsa, bu tomon bo'lmaydi. Katta bo'lsa musbat yo'nalishda bo'ladi, demak, kesishgan soha hosil bo'lgan uchburchak yuzini toping deyapti. Hop, -4 chizib olishim kerak avval. Mana. Hop. Demak, hosil bo'lgan yuzda mana shu uchburchak bo'lyapti. Hop, balandligi x katta 0 dan, demak y kichik 0 pastki. Hozir ham bir boshdan ko'raylikchi. Hop, x katta y katta 0 pastki mana bo'ldi. Mana bu soha ekan. Endi biz mana bu yer topishimiz uchun shu nuqtani topishimiz uchun pastdagi hop, to'g'ri chizig'imizga x ga 0 berib ko'rishim kerak. X ga 0 bersa y teng -6 ekan. Demak, bu yer 6. -6 bo'lsa 6. Hop, bag'i -4 -2 bo'lsa 2. S teng 6 kare to'g'ri burchakli uchburchak bo'lguncha bu 6 bunisi 2. 6 kare 2 taqsim 2. Demak, 6 ga teng. Ajo. Hop, keyingisi tenglarning burchak koeffitsiyenti qavs ochamiz. y(x) minus 2y plus x minus 2 minus xy. Hop, qisqartirsam, endi y topadigan bo'lsam 2y teng x minus 2. Y teng 1 taqsim 2 minus 1 x. Demak, k teng 1 taqsim 2. Tejo. Hop, keyingi misol yuzasini so'rayapti. D1 to'g'ri chiziq deyman. Hop, D1 to'g'ri chiziq uchun to'g'ri chiziq tenglamasini qo'yaman. Hop, 2 minus 1 desam, demak, x taqsim minus 1 plus y taqsim 2 teng 1. Hop, shuni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, minus 2x plus y teng 2. Y teng 2x plus 2.
Endi ikkinchi to'g'ri chiziq 4 balandligi 4. Xo'p, o'zi shundoq ham bergan mana. Y taqsim 4 plus x taqsim 4 teng 1. 4 ga ko'paytirib y topgan bo'lsam 4 minus x. Endi xo'p, ikkala to'g'ri chiziq chiqdi. D1, D2. Hop, bu D1, bunisi D2. Endi kesish nuqtasini topishim uchun ikkalasini tenglab. 2x plus 2 teng 4 minus x. X teng 2 taqsim 3. Xo'p, bu demak mana bu nuqtamiz 2 taqsim 3 ekan. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofani koordinata bo'lishidan mana bu C dan perpendikulyar beradi. Demak 2 taqsim 3. Endi balandlik, xo'p, asosini topadigan bo'lsa 4 dan 2 narsa 2. S teng AH taqsim 2. Xo'p, A ni topdik. 4 dan 2 narsa 2. H 2 taqsim 3 taqsim 2. Demak natijada 2 taqsim 3. Bejo. Xo'p, AB demak nuqtalar berilgan. AB ketma o'rtasidan perpendikulyar to'g'ri chiziq tenglamasini tuzing deyapti. Xo'p, avval o'rtasini topaman. S demak 2 ga to'g'ri qo'shib 2 ga bo'lsam 3 4 ekan. Endi to'g'ri chiziq tenglamasini yozaman. X minus 2 taqsim 4 minus 2 teng y minus 3 taqsim 5 minus 3. Xo'p, y teng x plus 1. Endi k ni topadigan bo'lsam k1 1. K1 topgandim. Endi K1 nima uchun topdim? K1 ko'paygan K2 perpendikulyar bo'lish sharti minus 1 ga. Demak K2 ni topadigan bo'lsam 1 kara minus 1 K2 teng minus 1 bo'lsa K2 teng minus 1. Endi bizda nuqta bor, o'rniga qo'ysam bo'ladi. Y teng Kx plus b minus x plus b. Hop, 4 teng minus 3 plus b bo'lsa b teng 7 ekan. Y plus x minus 7 teng 0. C javob. O'rniga qo'ydim. X dan bir tomonga o'tkazib. Mana shu teng mana o'rniga. Keyingi misol. Hop, perpendikulyar bo'lsa, birinchi navbatda ozod xatti 6 ga teng bo'lsa, x o'rniga 0 qo'ysam, balandlik 6 ga teng ekan. Mana. Hop, 6 ni topdim. Endi nuqta 0 6 ga teng. Hop. To'g'ri chiziq. Qaysi to'g'ri chiziq berilgan? D2 to'g'ri chizig'imiz berilgan ekan. D1 bunisi D. Y topadigan bo'lsa, y teng 6 minus 3x. Endi D1 K2 bor minus 3 ekan. K2 ko'paygan K1 teng minus 1. K1 topadigan bo'lsam, minus 3 ko'paygan K1 teng minus 1 bo'lsa, K1 teng 1 taqsim 3. Endi ikkinchi D2 to'g'ri chiziq y teng 1 taqsim 3x plus b. Mana edi tayyor, u ham mana shu nuqtadan o'tgan, shuning uchun qo'yaman. 6 teng 0 plus b. B teng 6 ekan. Endi y teng 1 taqsim 3x plus 6. 3 ga ko'paytirsam 3y minus x minus 18. Hop, Y javob. Hop, 0 dan o'tyapti. Y teng 2x. X qiymati bor ekan, to'g'ri. Hop, 4 qo'ysam 8 bo'lar ekan demak y. Bu yer 8 ga teng ekan. Hop, 8. Endi buni topadigan bo'lsam 4 da 8 chiqyapti. Hop, to'g'ri chiziq tenglamasini ikkala nuqta bor. X minus 0 taqsim y 4 minus 0 teng y minus 4 taqsim 8 minus 4. 4 la qisqarsa y teng x plus 4 ekan. Endi
bu yerde y 0 bo'lsa, u 0 hop x topilgansa -4. Demak, -4 0 ekan. Endi bizga bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun to'g'ri burchakli uchburchak bor. Katta uchburchakni kichkina uchburchakka aytirsak, katta uchburchak 4, bag'i ham 4 bo'lsa 8. Ikkita uchburchak turibdi. A, C, O, B, C. 8 karra 8 balandligi taqsim 2 minus hop 8 karra 4 bo'ladi bunisi. 4 taqsim 2. Hop 32 minus 16. 16 ekan. Yechim. Hop, keyingida misolimiz to'g'ri chiziqlar to'plamimiz D1 6 bo'lsa x taqsim 6 plus y taqsim 6 teng 1. 6 ga ko'paytirsam D1 teng y plus x teng 6. Y teng 6 minus x. D2 teng D2 3 x taqsim 3 y taqsim x taqsim 6 plus y taqsim 3 bo'ladi. Chunki bu y o'qi mana 3 olyapti. Teng 1. 6 ga ko'paytirib y topadigan bo'lsa, y teng 6 minus 6 minus x taqsim 2 ekan. Mana 3 bo'lardi. Endi tenglayveraman. Hop, jichcha adashdim-da. Ha, to'g'ri. Hop. Ozgina shoshildimmi? 3 teng 1. Hop, 6 ga ko'paytirsam x plus 2y teng 6. Y teng 3 minus x taqsim 2. İkinci funksiyada adashimiz D1'da. D1'da x 3 ekan. Bu yerga 3 qo'yishim kerak. Shunda 2x demak 6 minus 2x. Endi tenglayveraman. 6 minus 2x teng 3 minus x taqsim 2. Hop, topadigan bo'lsam 2 ga ko'paytiraman. 12 minus 4x teng 3 minus x bo'lsa 3x teng 9, x teng 3 ekan. Ha, 6 uzr, ammo rosa charchabman shekilli, xatolar ko'p bo'lib ketyapti 2. Endi y topadigan bo'lsam, o'rniga qo'ysam 2 ekan. Bizga bo'yalgan sohaning yuzini so'ragan, demak bu nuqta 2 kesish nuqtasi. Endi bu balandlik bo'lgani uchun mana uchburchak yuzi s teng AH taqsim 2 dan foydalansa bo'ladi. Ya'ni buni uchburchakli yuz amansuz o'tganmiz. O'tmas burchakli uchburchak balandlik 2, asosi 3 dan 6 gacha bo'lguncha 3. 3 ga teng ekan. Javob. Oxirgi misol, hop. To'g'ri chiziq tenglamasini yozaman. X taqsim 4 plus y taqsim 4 teng 1. 4 ga ko'paytirsam y teng 4 minus x. Hop, to'g'ri chiziq tenglamasini oldim. Endi tenglayman. Birinchisi D1 uchun 3x teng 4 minus x. X teng 1. Keyingisi x teng ikkinchi D2 uchun
Hop. 4 minus x. X teng 2 ekan. Kesish nuqtalarini topdim. Birinchisi 2, ikkinchisi 1 ekan. Hop, endi balandliklarni topsam ham bo'ladi. O'rniga qo'ysam, y teng 3. X o'rniga 1 qo'yapman, y teng 2. Demak, bu 2, bunisi 3. Endi S, O, A, S. Yuzi AH taqsim 2 ga teng. Balandlik bor, asos 4. Demak, 4 kare 3 taqsim 2 bo'lsa 6. Endi S, O, B, S'ning yuzini topsam ham bo'ladi. Shu sohani ajratishim kerak. 2 kare 4 taqsim 2. 4 ekan. Endi S x teng 6 dan 4 ajratsam bo'ladi. 2. Javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Rosa qiyin mavzu bo'lgani uchun ozgina cho'zilib ketdi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman.